Hammaga aynan mana shu 3-savol juda ham dolzarb bo'ladi. Qiziqtiradi. Qanaqa qilib bo'lishi mumkin emas. Ilmiy tarzda isbotlab bering deyshadi. Ilmiy tarz bilan agar isbotlaydigan bo'lsak, vakuum qilganingizda qin ichida hech narsa bo'lmaydi va bu vaqtda sizda bachadoningiz ham hech qanaqa amaliyot bajarmaydi. Faqatgina bunda bir shuni, ya'ni qorin bo'shlig'i mushaklari ishlaydi, tos osti mushaklari ishlaydi, diafragma va ichaklar ishlaydi. Shunchaki biz nimaga vakuum qilishi mumkin emas deb aytamiz. Buni asosiy sababi biz qorin bo'shlig'i bilan ishlaganimizda va ko'p ayollar mashq jarayonida kuchanib qo'yishadi. Endi jinsiy yaqinlikka keladigan bo'lsak, yaqinlik vaqtida erkak ayolning bachadoni tarafga qarab albatta yaqinlik qiladi va bu vaqtda kuchli itarilish natijasida bachadonida siljish, bachadonning ichidagi spiral